Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2025-yil 24-may holati penoblok yuklash jarayoni. 20 ga 30-60 razmerlarimizda 13 ming so'm dastavka qilib beryapmiz. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda 38 kg gips, 3 kg sement, bitta qopidan 3 ta dona chiqayotgan penobloklarimiz. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Penoblok ishlarga zakaz olamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Shu g'ishtni kimdir olyaptimi, yuquryaptimi deganlar uchun o'zimiz ortib tushirmasak kerak. Qorda, yomg'irda turgan holatlarni ham olganmiz. Shu zaborimiz 1,5-2 yildan beri turibdi, hech qanday o'z holatini yo'qotgani yo'q. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda 38 kg gips, 3 kg sement, bitta qopidan 3 ta dona chiqayotgan penobloklarimiz. Manzilimizni eslatib o'taman. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. 4500 ta tayyor qurilgan g'ishtlarimiz mavjud. 2025-yil 24-may holati. Gips tushirish jarayoni. Yevro qolipdan chiqayotgan penobloklarimiz qattiq qo'l kirmaydigan holatda, mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. Ovoziga e'tibor beramiz, ovoziga. Qattiq holatda 13 ming so'm. 20 ga 30-60 razmerlarimizda 13 ming so'm dastavka qilib beryapmiz. Usulli variantda chiqayotgan g'ishtlarimiz ham mavjud. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 20 ga 30-60 razmerlarimizni 16 ming so'm dastavka qilib beryapmiz. Usulli variantda 6 kg sement, 38 kg gips, bitta qopidan 3 ta dona chiqayotgan penobloklarimiz. Qattiq holatda, gazoblokni sifatiga tenglashtirilgan holatda chiqaryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 20 ga 30-60. Mix qoqsangiz ham bemalol ishlaydi. Gazoblok sifatiga tenglashtirilgan holatdagi g'ishtlarimiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Latokli tumbali g'ishtlarimiz mavjud. Qattiq holatda. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 45 ta tayyor qurilgan g'ishtlarimiz mavjud.